Meni buyrug'imni nega o'zgartirding? Qachondan beri bolalar otalarining badalini to'laydigan bo'ldi? Odam atodan beri. Bunaqa narsalar menga yoqadi deb o'ylaysanmi, Jon Po'lat? Server o'ylamagan o'g'li bilan xotinni men o'ylashim kerakmi? Endi nima bo'ladi? Xotin hamma narsani aytib, hamma yo'qni oyoqqa turg'izadi. Yana bir marta meni buyruqlarimni bajarilishiga to'siq bo'lsang, ortiq sen bilan kelisha olmaymiz, Jon Po'lat. Bola o'ldirish qaysi qonunga to'g'ri keladi, chaqir. Sening ham bolalaring bor-ku. Boshqalarni ogohlantirishimiz kerak edi, Jon Po'lat. Qonuningiz shu bo'lsa nima deydi? Xotinni va bolasiga bir umr qaraymiz. Hamma seni qanchalik marhamatli ekanligingni tushunadi. Ham qo'rqadi, ham hurmatlaydi. Dilini kesib jo'natishingga indamadim. Lekin bu ham xato. Prokuror servetni oldimizga tashladi. Biz esa uni yedik. Asl bombani sudning oxirida portlatadi. Prokuror ichimizdagi qoyil uchun guvohni qo'riqlash dasturini qo'llasa, boshing ketadi. Nima qilishimni istaysan, Jon Po'lat? Kim bo'lishi mumkin? Bundan keyin hamma bo'lishi mumkin. Ammo sen bittasini qo'rqitsang, orada na guvoh qoladi, na prokuror. Kimni qo'rqitaman? Tepangdagilarni. Guvoh qo'riqlash dasturiga men ham qo'shilaman deysan. Menga sot bersan? Sot demayapman. Tahdid qil deyapman. Men gapirmayman. Shuni bilganlar uchun bemalol bo'lishdi. Hozir sendan bir narsani so'rayman. Tilim nima? Ha. Seni tiling bilan gapirib, hammaga tahdid qilaman. Meni qaynotang bilan uchrashdim.